Assalomu alaykum mehribonlarim, qadrdonlarim, yaxshimisizlar, tuzimizlar. Xullas bu o'yinda barmoq izlaringni qo'yasizlar ekanda va sizlarni yoshligingni aniqlab berar ekan, yuzlaringga qarab, barmoqlaringga qarab. Meni yoshim uzun bilaman, lekin ko'pchilik bilmaydi. Shuning uchun qani men yoshimni aniqlab, to'g'ri точно topib bera oladimi yoki yo'qmi? Aniqlab chiqamiz. Xullas barmog'imizni bu yerga qo'yamiz ekan. 33 yosh. Nima deb o'ylaysizlar? Men 33 yoshga o'xshaymanmi? Qo'rishlar mumkin. Lekin meni yoshim 33 ta emas. Bu xato chiqarib berdi. Lekin 33 lilarga o'xshaymanmi, yo'qmi? Yana bir marta qilib ko'raman. Yoki men qo'limga xato qo'ydimmi, bilmayman. Yo'q, yana bir marta 33 yoshni chiqarib beryapti. Menimcha bu faqat 33 chiqaradimi? Nima bu? Rostdan 33 yoshlilarga o'xshaymanmi? Voy, necha marta qilsam ham menga faqatgina 33 yoshni chiqarib beryapti. Faqat 33 yoshga o'xsharkanman. Nima deb o'ylaysizlar? Rostdan 33 yoshga o'xshaymanmi yoki yo'qmi? Sizlar necha yoshga o'xshatdilar meni? Sizlarning fikrlaringiz bo'yicha men necha yoshdaman? Aytgancha, sizlarda necha yoshda chiqarib berdi? Mana shu necha yosh qilib berdi? Buni ham batafsil kommentariyada yozib ketsalar ham bo'laveradi. Sizlar ham ko'rishlaring mumkin. Xohlasalaring, xohlamasalaring yo'q. Meni faqat necha marta qilsam ham 3-4 marta ko'rdilar. Urinib ko'rdim. Baribir 33 yosh chiqarib beryapti, lekin meni yoshim 33 ta emas, 33 dan ancha kichkina. Yoshim juda ham kichkinaroq. Lekin men aniq 33 yoshda emasman. Bu meni yoshimga nisbatan juda ham katta hisoblab berdi. Bilmayman, yuzim katta ko'rinadimi yoki katta ko'rinyaptimi. Endi bu barmoqqa qarab aniqlab berar ekan, lekin bu 100% xato. Sizlarning yoshligini nechida chiqarib berdi? To'g'risini uyalmasdan kommentariyada batafsil yozsalar bo'laveradi, yozib ketaverasizlar. Lekin men xafa bo'ldim, bunaqa 33 yosh chiqarib berganligida juda ham katta ko'rsatib berdi meni. Men sal yoshroq chiqarib beradimi deb o'ylagandim, lekin bunaqa chiqarib beradi deb o'ylamagandim. Sizlar ham sinab ko'ringlar-chi, nima chiqargansizlar-da, batafsil yozib ketarsizlar. Aytgancha men necha yoshga o'xshayman? Sizlar aniqini yozib ketinglar kommentariyada. Sizlar har bitta fikrlaringizni o'qib chiqaman, shuning uchun yoshimni keyin men sizlarga aytaman necha yoshdaligimni. Bemalol yozib ketaverasizlar kommentariyada.